bormisiz, omonmisiz, bormisiz, omonmisiz Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlar. Bugun payshanba, yana biz siz bilan. Donishmandlardan biri aytgan ekan, haqiqiy donishmand inson doimo quvnoq yuradi. Rostda o'zi qancha yashaymizki, bir-birimizga jahl qilamiz, g'am va kulfatlarni o'zimiz bilan olib yuramiz. Shoir aytgan ekan, vaqtida unutsang orom topar jon, qalb ko'tarib yurmas ortiq jafoni. Agarki kimdandir xafa bo'lgan bo'lsangiz, 20 daqiqa mobaynida lo'killab yurish, yaxshi do'stlar davrasida suhbat qilish ham kayfiyatni ko'tarar ekan. Azizlar, biz hafta davomida yiqqan, terganlarimizni yig'ib bugun mana shu studiyaga olib keldikki, toki sizning kayfiyatingiz ko'tarilsin. 1 soat davomida vaqt qanday o'tib ketib qolganini payqamay qoling. Sababki bizni mehmonlarimiz 1100 kilometr yo'l bosib Xorazmdan, Toshkent azimdan va qo'yingki ko'plab viloyatlardan yetib kelishgan. Demak, bizdan uzoqlashmang. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotganlar, sizlar uchun maxsus sovg'alarimiz bor. Bizdan aslo uzoqlashmang. Qani bizni bu Suhrobjon Hamdamov kelganmikanlar? Agar kelgan bo'lsalar, navbatni bermoqchi edik. Agar yetib kelmagan bo'lsalar, San'at Safo birinchi go'zal xorazmcha bir qiz degan kuyda qo'shiqni sizu bizga in'om etadilar. Hammani raqsga taklif qilamiz. So'ng suhbatlarimizni boshlaymiz. Marhamat, navbat bir qiz qo'shig'iga. Bir qiz. Cıgaları başında bir kız durar karşımda. Cıgaları başında ey bir kız durar karşımda. Yüreklere otsalar ey Xud 16 yaşında. Yüreğime otsalar ey Mak 16 yaşında. Hava hava havası tekasında bacıgası. Hava hava havası ya tekasında cıgası.
tasanno, rahmat kattakon, rahmat San'atbek. Xush ko'rdik sizni studiyamizga. Boshqacha bir fayz berdingiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hali ko'rsatuv davomida albatta fikrlaringizni aytasiz degan umiddamiz. Rahmat kattakon. Aziz mehmonjonlar, sizlarni ham xush ko'rdik. Bugun studiyada Aziza xonimni bejiz taklif qilmaganmiz. Marhamat, mikrofonni oling. Bugun bizda qanday tort tayyorlanyapti? Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz sizlar bilan tort tayyorlayapmiz, lekin bu tort oddiy emas. Bu tort tabiiy, foydali narsalardan tayyor bo'lgan. Hozir buni bezatyapmiz. Shunaqa ko'rinishda chiroyli, mazali va albatta foydali tortimiz tayyor bo'lyapti. Nomi nima? Buni nomi malina в сливках. Qaymoqli, malinali tort. Sanatjon, albatta tatib ko'ramiz ko'rsatuv davomida. Qanday masalliqlar ishlatgansiz? Buni biskviti bodom unidan pishgan, kremi esa krem cheese degan kremi bo'lyapti. Buning ichida shakari yo'q, tabiiy o'simlik stevia qo'shilgan. Shu stevia shirin maza beradi. Demak, ortiqcha vazn olmaymiz aziz ayollar, qo'rqmay uyda tayyorlab rohat qilib yeyishimiz mumkin. Bejiz biz Azizaxonni ko'rsatuvga taklif qilmadik. Bugun xalqaro shirinliklar kuni ekan. Bayramingiz muborak bo'lsin. Shu paytga qadar necha xil shirinlik tayyorlagansiz? Shu paytgacha ham juda ko'p shirinliklarni qilganmiz. Har kuni 10 talab tortimiz chiqib ketadi, ruletlar, pechenye. Assortimentimiz juda ko'p. Har kuni shunaqa foydali narsalarni pishiramiz. Bemalol diabetiklar, bolalar, qandli diabeti borlar, bolalar bemalol yeyishi mumkin. Yashang. Ko'rsatuv davomida yana qolgan fikrlarni aytasiz. Hozir sizni ijodingizga xalaqit bermaymiz. Bugun bayram bo'lgani uchun ko'rsatuv ham bayramona bo'lishi kerak. Qo'shiq bizda juft bo'lsin degan bir fikrlar bor. Ko'rsatuvimiz qahramonlari biroz mashinalarni qo'yishga joy topolmaganlari uchun bir necha soniyalar kechikishdi, lekin hozir barcha qiz ayollarga, sevishganlarga, oila a'zolariga yoqadigan go'zal qo'shiq bilan san'atkorimizni taklif etamiz. Azizjon Asrorov bizda bu hayot qo'shig'i va Suhrobjon Hamdamov oila a'zolari bilan marhamat, kutib olamiz. Cho'qqidan bir kichik tosh yumalasa, tog'ni qulatgudek suron qiladi. Ko'zingdan bir tomchi yosh yumalasa, tog'dek yuragimni vayron qiladi. Bu hayot seni menga berdi, senga qo'shib shirin farzandlar berdi. Ko'zingdan bir tomchi yosh yumalasa, tog'dek yuragimni vayron qiladi, vayron qiladi, vayron qiladi. Agar ko'ksim uzra qula sabrdan, tutmoqqa qodirman tog'lar toshini. Hayhot ko'tarolmam kipriklaringdan uzilgan bir qatra qayg'u yoshini. Bu hayot seni menga berdi, senga qo'shib shirin farzandlar berdi. Ko'zingdan bir tomchi yosh yumalasa,
tog'dek yuragimni vayron qiladi, vayron qiladi, vayron qiladi. Kel, yulduzlar to'shalgan yo'ldan yetaklasin bizni muhabbat, g'amlaringni chiqar ko'ngildan shod, kunlarni eslaylik faqat. Sayr etaylik, kel birga erkam, rozi ketsin bizdan umrbod. Shodlik uchun yaralgan olam, sevmoq uchun berilgan hayot. Bu hayot seni menga berdi, senga qo'shib shirin shirin farzandlar berdi. Bu hayot seni menga berdi, senga qo'shib shirin shirin farzandlar berdi. Ko'zingdan bir tomchi yosh yumalasa, tog'dek yuragimni vayron qiladi, vayron qiladi, vayron qiladi. Tasanno, xush ko'rdik. Davra sizlarga muntazir. Kelin poshsha, marhamat, Mashhuraxonning yonlaridan joy egallaysiz. Suhrobjon, siz meni yonimga o'tirasiz. Avvalo studiyada barchangizni xush ko'rdik. Ayni daqiqalardan boshlab bizning ko'rsatuvimizni tomosha qilayotgan muxlislar bizdan uzoqlashmang, boshqa telekanalga o'tmoqchi bo'lmang, chunki siz xohlagan, siz kutgan, siz u biz sog'ingan san'atkorlar, baxtli oila vakillari bugun bizning ko'rsatuvimiz mehmonlari. Suhrobjon, xush ko'rdik. Xush ko'rdik. Qiynalmay keldingizmi? Biroz qiynaldik lekin. Biroz qiynaldingiz, rahmat, sog' bo'ling. Qiyinchiliklar esdan chiqib ketdi hozir. Bu kayfiyatdan keyin. Bu kayfiyatdan keyin. Mana shunday pok muhabbat barchaga nasib etsin. Biz ko'rsatuv avvalida aytib o'tdik. Inson bir marta yashaydi-da hayotda. Qanday yashashi kerak? Nima deb o'ylaysiz? Hayotda albatta go'zal yashash kerak. Judayam hamma narsani nima deydi, ko'ngilga olmasdan har xil gap so'zlar bo'ladi, har xil qarashlar bo'ladi. Shuniga ularga e'tibor bermasdan chiroyli go'zal bo'lib, shukr bilan avvalambor shukr qilib yashash kerak. Yashang, yashang, donishmandlar so'zlaydir. Juda hayotiy haqiqatlar. Mashhura Tolipovna, sizlar bu so'zlarga qanchalar yigitingiz bilan amal qilasizlar? Albatta har bir daqiqani mazza qilib yashab o'tish kerak. Albatta shukr qilish kerak. Har bir kunimiz juda ham go'zal, chiroyli, bizga nima yetishmaydi? Xudo olib qarasa, hamma narsa bor. Allohga shukr, farzandlarimiz yonimizda. Sevgi, muhabbatimiz bor. Yana nima kerak? Ota-onamiz bor, alhamdulillah. Yashasin. Rahmat, rahmat kattakon. Yoshlikda oila haqida hammada har xil orzu bo'ladi. Mashhura Tolipovna, yigitingizdan so'ramoqchi edik. Yoshlikda tasavvur qilgan oila bugungi hayotda qanaqa? Ayni bo'ldimi yoki? Avvalambor assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Yoshlikda o'ylagan hamma niyatimga men yetdim deb o'ylayman. Chunki yoshlikda men shunaqa ayolim bo'ladi yoki mana shuncha farzandim bo'ladi, bir reja qilib qo'ygan edim. Yo'q, qoyil. Rejam bo'yicha hammasi hozircha ketyapti. Allohga ming qadar shukr. Sochlari jingalak bo'ladi degan joyi ham bormidi? O'zim ham bu narsani oldin ham ko'p aytganman. Ko'proq bu ayolimga bo'lgan mehrim mana shu sochidan boshlangan. Ay, yashasin. Endi yig'ilgan, aslida jingalak sochlarim. Aslida jingalak. Ha, o'zi jingalak, hattoki jingalak sochlilar ko'rsatuviga ham taklif qilinganman. Yashang. Hasan Husan o'g'illarimiz ham sochi jingalaydi. Ana, turmush o'rtog'ingiz Azbaroyi muhabbatlari kuchliligidan shunday farzandlar ham sizlarga nasib etgan. Ayni holat menda ham deyapsizmi, Suhrobjon? Menda ham shunaqa fikr bo'lgan va o'z juftimga erishganman, chunki o'sha siz aytganingizdek, orzu qilganingizdek biz ham orzu qilganmiz. Mana hozir chiroyli go'zal oilalarda egasi o'tiribmiz. Orzuyingizdagi Malikai Dilorom. Endi kelin poshsha ham bitta mikrofonni olsalar, ruxsat bormi? Marhamat, mikrofonni oling. Endi haqiqatlarni bugun ayting. Ayni daqiqalardan boshlab bizning ko'rsatuvimizni ko'rayotgan yosh oilalar o'zlariga balkim ibrat olishar. Oilada kim optimist, kim pessimistroq?
kim har narsaga jahli chiqadi, kim shunchaki bajarib ketadi. To'g'risini Assalomu alaykum. Avvalambor taklif uchun katta rahmat. Bu savolingizga javob albatta xo'jayinim Suhrob aka. Hamma narsani oson hal qiladilar. Sizchi? Menda ham shunday. Ba'zan tushkunlikka ham tushib qolasizmi? Ha. Qaror qabul qilishda sizni fikringizni ham inobatga oladilarmi? To'g'risi. Mashhura Tolipovna, bu savol sizga ham. Ha, birgalikda oilada kelishilgan holatda qaror qabul qilinadi. Rahmat. Sizlardachi? Qaror qabul qilishda sizni fikringiz inobatga olinadimi? Mashhura Tolipovnaning fikrlari? Inobatga olinadi. Endi bizani oilada men nima deydi? Bir tarozi vazifasini o'tayman-da. Men juda ko'p o'ylayman, mulohaza qilaman. Bularchi? Yaxshi bo'ladi bular shu joyda. ozgina sal keskinroq. Mana shu shart kesar menga qaraganda, men sal o'ylab, mulohaza qilib. Mulohaza qilib hammasini qilaman. Bitta fikr kelib qolsa, o'sha hech kim to'xtata olmaydi-da meni. Men shuni qilishim kerak deyman, bo'ldi keyin to'xta, hoy deb qoladilar, keyin sal To'xtaysizmi shu joyda? Bir xilda to'xtayman, bir xilda to'xtamayman. Natijasi qanaqa bo'ladi keyin to'xtamaganlarida? Yaxshilik bilan tugaydi. Endi kimdir baribir oilada yon bosish kerak-da. Ayniqsa oilada ikkita san'atkor bo'lgandan keyin, ikkita temperament bo'lgandan keyin bu sal qiyinroq masala, lekin kimdir past keladi, kimdir u keladi, shu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Qiynalibsiz-a juda. Aytavering haqiqatlarni. Bugun o'sha ochilmagan sirlarni ochamiz. Shunaqa paytda aytganingizni qilmadilar. Qilmang, to'xtang desangiz ham qo'shiq kuylab yorsangiz kerak. Ilhomingiz kelib, alamni xonishlardan to'g'ri. Qo'shiqni e'tiboring. Yo'q, men qo'shiq kuylayman, men qo'shiq eshitaman. Men qo'shiq eshitishni ham yaxshi ko'raman, endi ko'proq tinglashni yaxshi ko'raman. Yo'q, ana uni e'tiborasiz-ku, Alisher Fayzi qo'shig'ini jahllari chiqqanda ayol zoti boshingga chiqmoqchi payt bo'ladi, she'rini. Ozgina xirgoyi bo'lsin endi. Yo'q, men estradaxona hozir ozgina betobroq. O'shaning uchun hozir mikrofonni yaqinroq olib gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Siz aytmasangiz Mashhuraxonni o'zlari aytib yoradilar bu turishda. Suhrobjon, bemalolmi? Bular boshqacha bir anaqa basmi nima bilan aytadi, boshqacha chiqadi. Nega aytgilari kelmayapti mana ayni daqiqalarda? Fuagra qilib aytaman. Tushunmayman, basmi bariton deydi. Rahmat. Mayli, ko'rsatuv davomida ilhomingiz kelsa, aytish imkoniyatini beramiz. Suhrobjon, oilada kim arazchi, kim kechirimli? Bugun mehr muhabbat haqida yosh oilalarga tavsiyalar berib boramizda. Arazchi menman o'zi. Sizmi? Odatda qizlar bo'lardi. Qiyin ekan kelin poshi sizga. Juda ham ko'p injiqliklarim bor, to'g'ri, u tan olaman. Chidaydilarmi? Chidaydi. Shu chidagani uchun turmushga chiqqan. Boshida kelishganmiz-da. Hammasi kelishuv asosida. Shu injiqliklarim bor, shuni ko'tarsang, turmush qilamiz, bo'lmasa o'zing bilasan desam, mayli degan. Qoyil. Endi kechirimni kim birinchi so'raydi? To'g'risi. Yana ular demang. Bizni ko'rib turganlarga biroz imkon beraylik. Kechirimni hali boshqa narsa bilan men kechirim so'rayman. Chunki o'zim kechirgin demayman-da. Harakatlar bilan. Yo bir harakat, yo chiroyli ko'ylaklar bilan, yo bir chiroyli ovqatlar bilan, haligi restoranlarga olib borib. Bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadimi? Bo'lib turadi. Demak, arazlasalar ham yaxshi ekanda sizga. Bir ko'chalarga aylanib, bahonada. Rahmat. Sizlarda-chi, Mashhura xonim? Bizda ham bular arazchi. Ikkita oila kelishganday chaqirilgan, taklif qilingan ekanda ko'rsatuvga. Men tez kechirib boraman, unutib ham qo'yaman, gaplashib ketaveraman. Bular bir oylab gaplashmasliklarini. Qanday sabr qilasiz? Yaxshi ham chiroyli ishim bor. Ishim orqali o'sha hamma narsa chiqib ketadi-da. Uyda kelib hech narsa bo'lmaganda yana gaplashib ketaveraman-da. Gaplashmasalar ham gaplashib ketaveraman. Qoyil, bunday Malika Dilorom sizga Allohning in'omi bo'lgan ekanda, albatta. Qoyil, jim turib hamma fikrlarini aytar ekanlar. Uyda kim ko'proq taom tayyorlaydi? Qizlarmi yo yigitlarmi? Endi yigitlar ham tayyorlaydigan taomlar bor-ku, shu ma'noda savol beryapmiz. Ko'proq mana
Oshlarni yaxshi qilaman, lekin to'g'risini aytaver. Haqiqatlarni aytavering. Sizlarda-chi? Oxirgi paytlarda o'zim. Ay, yashasin. Zo'r qiladi ovqatlarni-chi? Juda ham chiroyli. Onam ham, otam ham. Voy, kuyovimiz zo'r ovqat pishiradi, allambalo. Qanaqadir retseptlar o'ylab topadilar-da o'zlaricha. Keyin nima qildingiz deyman? Keyin ha zo'r chiqibdi, maqtab yeganimga ko'p ovqat qiladilar-da. Ay, yashasin. Rahmat. Biz Sanatjon Safo xuddi bilganday ikkita oilani bir xil taklif qilgan ekanmiz. Ana shunday bir-birini yoshlar tushungandagina oilada muvaffaqiyat bo'ladi, mustahkam oila bo'ladi, to'g'rimi? Qo'shilasizmi fikrlarimga? Qo'shilaman albatta. Endi ayol bo'lib, o'zingiz ko'proq tayyorlang deb bir jahlingiz chiqqan paytlar ham bo'ladimi? Yo'q, men o'zi ovqat qilishga ham ko'p qiziqaman, kuzatib ham boraman. Bu narsani nima deydi? Bu hobbi desak ham bo'ladi bu narsani. Qiziqish sizda. Qiziqish bor o'sha taom tayyorlashga. Misol uchun o'zim ham sinfdoshlarim bilan choyxona-poyxonaga borganimizda bizning oramizda ham shu povur do'stlarimiz bor, sinfdoshlarim bor. Oshpazlar. Oshpazlar. Shularning ovqatini kuzatib turaman. Endi o'shanga ham havas qilaman-da, mana shu bolalarning ovqat qilishiga ham. Bir xil ovqatlar bor. Erkaklar tayyorlasa ko'proq sal mazaliroq chiqadi. Endi bu ularni kamsitish emas. Rahmat. To'g'ri ma'noda. Yashang, rahmat Suhrobjon, siz ham nazarimda qo'shilsangiz kerak bu fikrlarga. Albatta qo'shilaman. Endi oshxonadan chiqmagandan keyin qo'shilasizda. Ayrim ovqatlar haqiqatan siz aytganingizdek bizni qo'limizdan boshqacha chiqadi baribir. Shuning uchun shu ovqatsiz qiling deydi. Demak, ayollarni ayash ham kerak ekan. Bejiz biz bu savolni bermadik. Chunki bugun yana ta'kid etamiz, xalqaro shirinliklar tayyorlash kuni. Bizni yosh hamkasblarimiz Mashhura Orzubekova hamda Dostonjon birgalikda lavha tayyorlashgan. Lavhani diqqat bilan ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz, chunki oxirida savol bor. Savolga to'g'ri javob bergan oila vakillariga Standart Poligraf servis nashriyoti tomonidan qimmatbaho kitoblar hadya etiladi. Erkin Vohidovning she'rlari bor, balkim ularning ichidan qo'shiq qiladigan dilingizga yaqin. Hozir aynan mana shu qo'shiq bilan kirdik-ku, bu hayot qo'shig'i. Mana shuni she'r muallifi Erkin Vohidov bo'ladi. Qarang, hamma narsa kelishilganday. Hayotda aslida hech narsa tasodif emas. Faqat uni anglasakkina bo'ldi. Demak, navbat lavhaga, lavhani diqqat bilan eshitamiz, ko'ramiz. Marhamat, Azizjon Asrorov. Bormisiz, omonmisiz dasturga bugun shirinliklar bo'yicha lavha tayyorlashimiz kerak. Negadir doston kechib chiqadi. Salomdan boshlanan xalqning odati, salomli insonning bor saodati. Mashhuraxon qalaysiz? Gar salomingiz bo'lmasa, ikki yamlab bir yutardim. Nega kech qoldik? Lavha tayyorlashimiz kerak ko'rsatuvga. Ha, o'zingiz aytdingiz-ku, keyingi ko'rsatuvga, bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvga shirinliklar haqida lavha tayyorlaymiz deb. Men sizga shirinlik olay deb kech qoldim-da. Olib keldingizmi axir? Albatta olib keldim. Kam bo'lsa ham ko'p o'rniga ko'rasiz. Voy, rahmat kattakon. Yurtdoshlarimizga ham shirinlik yoqarmiki? Masalan, menga yoqadi. Albatta, balki yoqar. Shuni keling, biz yurtdoshlarimizning fikrini bilsak. Demak, kech qolganingiz uchun birinchi siz so'raysiz, yurtdoshlarimizga shirinlik qay darajada yoqar ekan? 20-fevral xalqaro shirinlik kuni ekanda, o'zi siz shirinlik yoqtirasizmi? Shirinlik uncha yemayman, biroq akamga. Mani sponsorim akam juda shirinlik xorda. Oxirgi marta dugonamning tug'ilgan kuniga shirinlik bozorga kelganmiz. Nima deb o'ylaysiz? Shirinlik inson sog'lig'iga zararmi, foydasi ham bormi? Foydasi ham bor. Kayfiyati yo'q odamga, qizlarga eng yoqadigani kayfiyat bag'ishlaydi shirinliklar. Zarari ichida shakar miqdori ko'p bo'lgani uchun. Oxirgi marta kimga shirinlik berdingiz? Sovg'a sifatida. Sovg'a sifatida yaqinda o'rtog'imning tug'ilgan kuni bo'ldi, o'shanga shirinlik olib bordim. Shirinlik sizga yoqadi? Ha, yoqadi. Shirinlik sizga yoqadimi? Shirinlik yoqadi, hamma yoqadi. Qanday diabetli bo'ldim, yo'qmi? Bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvining studiyadagi mehmonlariga savol. Turmush o'rtog'ingiz sizni ko'nglingizdagi kabi shirinlik tayyorlab beradilarmi va oxirgi marta qachon tayyorlab berdilar? Aytganday, turmush o'rtog'ingiz o'zi shirinlik tayyorlashni biladilarmi? Yigitlarga bu savol. San'atjon Safo ham tayyor bo'lib turing. Siz ham bu savolga albatta javob berishingiz kerak. Kimdan boshlaymiz? Malika Diloromlar tayyorlab berishadimi? Suhrobjon, mayli, ular o'ylanyaptilar. Ungacha siz javob beringchi. Shirinlikni juda ko'p qiladi lekin keliniz. Sizga eng yoqqani qaysi deyaptilar? Eng yoqqani midovoy. Midovoy bor. Tort, asallik tort. Asallik tort, qat. O'shani yaxshi ko'raman. O'xshatib biladilarmi? To'g'risini aytavering. Bir payt o'xshata olmaydi. O'zim aniq qilib beraman bunga. Yo'l-yo'riq ko'rsatasiz.
Xo'p, mayli deydi shunda ham. Rahmat. Sizlardachi qarashlar bo'lmasin, kelishib olmanglar, to'g'risini ayting. To'g'risini aytaymi yo maqtaymi deb o'tiruvdim-da. Oldinlari ayolim ancha-muncha shirinlikni tayyorlab turardi. Endi vaqt o'tgan sari ishlari ham ko'payib ketganiga o'zidagi mana shu bor sir asollarini mana bu kenjamizga, qizimizga berib qo'ygan. Hozir shirinliklarni asosan uyda mana shu qizim tayyorlaydi. Tayyorlaydilar. Yashang, rahmat kattakon. Haqiqatlarni aytganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling. Bu qarsaklar sizlar uchun. Rahmat. Azizaxonim, mumkin bo'lsa Sanatjon Safoga mikrofonni olib borib bersangiz, ular ham shu savolga javob bersinlar-chi. Turmush o'rtoqlari uylangansiz-a, Sanatjon? Shirinliklar tayyorlaydilarmi? Albatta, mana shu onam niyat qilganlarda onam o'zi yaxshi oshpaz, yaxshi shirinliklar tayyorlaydigan ayol, hojonam. Shu onam niyat qilgan shu o'zimdek kelin tushsin deb endi bizga aytib o'tiradi-da. Xudoga shukr, keliningiz ham, biz ham men ham keliningizni olib kelardim bu yerga. Ha, o'sha aytsak bo'lar ekanda. Keliningiz ham juda shu shirinliklarni, ovqatlarni hammasini shu me'yorida qiladi. Endi xorazmlik xonimlarni hammalari pazanda g'ummalarni shunday bir maromiga olib borib tayyorlashadiki, xorazmcha g'ummani hech qayerda boshqa yeyolmaysiz. Yumurta barak, tuxum barak, bular har bitta ovqatni, taomni san'at darajasida tayyorlashadi. Shirinliklarni nomini ayting, hozir qarab turgan bo'lsalar. Shirinliklar nomini shu nomi bor shirinliklarni hammasini qiladi. Bilmaydiganlarni shunaqa shu internetni ochadi-da, bitta ko'rib qiladi. Qoyil, tasanno. Buni o'zbek ayollari deydilar bir so'z bilan. Bugun bizning studiyamizga Qashqadaryodan nutritsiolog Shahriyorjon yetib kelganlar. Qolgan fikrlarni qarsaklar bilan kutib olsak, ular bildirsalar. Marhamat. Shahriyorjonni kutib olamiz. Qashqadaryodan yetib kelganlar maxsus shirinliklar bilan, chunki sizlarni bugun mehmon qilish kerak. Keling tushib qolmasin, yordam beraman. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik. Buni mehmonlarning oldilariga qo'yamizmi? Bayram muborak bo'lsin. Bemalol tatib ko'rishlaringiz mumkin. Marhamat. Mikrofonni ham bersak maylimi bittasini? Marhamat. Avvalo xush ko'rdik sizni studiyada. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham. Bayram muborak. Endi odatda Mashhura Tolipovna, mana bu kelin poshamiz, biz ayollar shirinlikni ko'p iste'mol qilmaymiz. Bilasizlarmi nima uchun? Bizni biroz vaznimizni orttiradi deb qo'rqamiz. Siz nima deysiz mutaxassis sifatida? Avvalambor hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Endi shirinliklar bizni jamiyatimizda eng ko'p iste'mol qiladigan taomnomalar ro'yxatiga kiritilgan va bu narsani mutaxassislar taqiqlasa ham, lekin bu narsani biz qayta deymiz. Hozir mana suhbat davomida eshitib turibman. Har bir o'zbek ayoli borki, har bir o'zbek xonadoni borki, bizada shirinliklarsiz, chiroyli taomlarsiz, demak hayotimizni tasavvur eta olmaymiz. Lekin shirinliklarni aslida o'zini yeydigan vaqti, me'yori va shu bilan birgalikda qancha miqdor yeyish kerakligini ham biz bilishimiz kerak. Endi inson o'zi aslida bir kunlik taomlanish energiya miqdori kilokaloriyalarda, meditsina tilida aytiladi, kilokaloriyalarda bo'ladi. Masalan, kilokaloriya harakat qiladigan, jismoniy harakat bilan ishlaydigan insonlarda aynan erkaklarda 2500-3000 bo'ladigan bo'lsa, ayollarda 2000-2200 kilokaloriya bo'lishi kerak. Endi Shahriyorjon, qiyin aytyapsiz-da, bizga ko'rsatib ayting, mana shu shirinlikdan hozir bu yoqda o'shancha kaloriya bo'ladi. Bizning milliy shirinliklarimiz hozir bu yoqda keltirilgan. Asosan o'zim Qashqadaryodan olib kelganman ko'pchiligini. Mana bu yoqda turshak turibdi. Aynan turshak bizada g'o'lin, o'rikni quritilgani. Mana bu g'o'linimiz haqiqatdan ham juda ham darmondoriga boy bo'lgan, yurakni, qon tomirlarini quvvat hisoblanadi. Buni masalan 2200 kilokaloriyadan aynan miqdori 100 kilokaloriyani bera oladi. Qo'yi. Tarkibida shakar miqdori shunchalar tabiat inomi bilan boyitilgan. Ayniqsa buni rayhonlar bilan yoki qanaqadir giyohlar bilan boyitib yesangiz, yana ham foydasi ko'proq bo'ladi. Bu yoqda sal qarasangiz, navbatdagi tarelkamizda anjirdan tayyorlangan qoqimiz bor, anjir qoqi. Bu nafaqat shirinlik sifatida iste'mol qilinadi, balki tabobatda agar buni bir stakan sutga tashlab qaynatib ichsangiz ham tomoq yo'llaridagi, bronx yo'llaridagi har xil shamollashlarni ham mana shu anjir qoqi oladi. Endi bitta gap aytib o'tib ketay. Ayni daqiqalarda bizni ko'rib turgan
muxlislarimiz hozir ko'pchilik o'sha grippdan, shamollashdan aziyat chekyapti. Tabiiy yo'llar bilan ham davolanish mumkin ekan. Buning uchun har payshanba 13:00 dan 14:00 gacha bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvini ko'rishingiz kerak bo'ladi. Azizaxonim, siz ham keling mana bu joyga, siz ham fikrlaringizni aytasiz, davom ettirasiz. Marhamat. Endi qarang, mana navbatdagi shirinliklar bu yoqda nimadan tayyorlangan? Kunjutdan, keyin simichkadan tayyorlangan, pistadan, keyin iri yong'oqli holvadan tayyorlangan shirinliklarimiz bor. Bular ham inson uchun juda ham tabiiy darmondori hisoblanadi. Masalan, biz ko'pchilik pista chaqishni yaxshi ko'ramiz. U semichkani, xohlang sho'rini, xohlang tuzli bo'lmaganini, qaysini iste'mol qilishdan qat'iy nazar bizga foydali deb bilamiz. Lekin bunda hozir tabiiy asalning ingredientlari bilan tayyorlanganligi uchun bu yanada foydali kiradi tanaga. Chaqib erinib o'tirmaysiz ham. Tayyor yeb qo'ya qolasiz. Keyin yer yong'oqni ham juda ko'pchilik insonlar xom holatda iste'mol qilish kerakmi yoki pishirilgan, qovurilgan holatdami deb so'rashadi. Lekin aslida bu yoqda ham qovurilgan holatda, unchalik ko'p qovurilmagan, lekin tabiiy o'sha sirli idishlarda qovurilgandan keyin buni ta'siri yana ham foydali bo'ladi-da. Bunga ham tabiiy asal, shakardan ingredient qilib qotirib olinadi. Shahriyorjon, endi bizda asosan san'atkorlar, bular san'atkorlar tomoq yo'limga zarar qiladi deb ko'p ham shirinlik yeyishmaydi, to'g'rimi kelin poshsha? Endi bular hozir Nozim opa bularning suhbatini eshityapman-da, bular shirinlik yemaydigan insonlarga o'xshamayapti, san'atkor bo'lsa ham. Hammasini xotini pazanda, hammasida shirinlik yeydigan. Ayniqsa san'at safoni. Endi Xorazmniki bilaman. Lekin aynan mana shu yer yong'oqlar, semchkalar bular juda ham ta'sir qiladi san'atkorlarga. Chunki to'ylarda, xizmatlarga borganimizda pista bodomlar qo'yiladi-yu, shuni yemaslikka harakat qilamiz, to'g'rimi? Agar yesangiz ta'siri bor-da tomoqqa. Qanday chidaysizlar? Sorob aka, insonni 70 dan ziyod organlari bor. Ana shu organlarning har birining immuniteti bor. Agar sizni organingizni, qaysidir organingizda immunitet past bo'ladigan bo'lsa, o'sha organda kasallik paydo bo'lishni boshlaydi. Aslida siz agar tomoq o'sha havo yo'llari sistemasi normal holatda ishlaydigan bo'lsa, o'pkalar yoki boshqa yo'llar yaxshi ishlaydigan bo'lsa, hattoki muz qaymoq yesangiz ham, muzday suv ichsangiz ham sizga ta'sir qilmaydi aslida. Chunki insonni qaytarish reaksiyasi bo'ladi, o'shanga nisbatan instinkt bo'lishi kerak-da. Telefonlarni beraman, o'zingiz kelishib olasiz. Bugungi ko'rsatuvimizda shirinliklarga ijtimoiy tarmoqda, Instagramda kuzataman sizga ko'p. Rahmat. Ayniqsa ona O'zbekistonimizda tabiiy shunaqa mahsulotlar shu qadar ko'pki, qo'rqmanglar xonimlar, janoblar. Vaznimiz ham oshmaydi, immunitetimiz kuchaysa, ijod qilish zavqi yana ham oshadi. Azizaxonim, sizni ham takliflaringiz bormi? Mana tortlarni shunaqa chiroyli ko'zni yashnatib tayyorladingiz. Ye mana deb turibdi-da. Qanaqa chidaylik? Ayting, nima qilaylik? Birinchidan, bularning gaplariga qo'shilaman. Biz ko'proq tabiiy narsalarni yeyishimiz kerak. Endi tort haqida aytmoqchiman. Oddiy tort gapirganimizda, uni ichida juda ko'p shakar bo'ladi. Men ham oldin to'g'risi aytsam, juda ko'p shirinliklarni yeganman. Lekin tushunardim, uni ichida juda ko'p uglevodlar bor. U organizmga yomon ta'sir qiladi. Shundan keyin shunaqa foydali parhez keto deyiladigan tortlarni o'ylab topdim. Bular hammasi meni avtorskiy retseptlarim. Ularni o'tirib, nima narsalarni solaman, qanaqa masalliqlardan ishlataman, o'tirib retseptlarni yozganman. Shu tortlarni shunaqa qildimki, kunlik ratsionlarga to'ppa-to'g'ri keladigan qilib qo'ydim. Bularni kaloriyasi ham oddiy tortga qaraganda kamroq bo'ladi va foydasi juda ko'p bo'ladi. Shunaqa chiroyli gapirib beryapsizlarki, biz qanday o'tiribmiz bu joyda axir. Chidayapmiz, sabr qilyapmiz. O'zbek ayollari qo'llari gul. O'ylaymizki, mehringizni, muhabbatingizni in'om qilib tursangiz, ular butun kuchlarini, g'ayratlarini mana shunday go'zalliklarni tayyorlashga sarf qilishadi. Endi bu so'zlardan keyin Shahriyorjon hali yana gapirasiz. Nozim opa, bitta gap aytib olay. Nozim opa, bitta narsani aytib olay. Bu gaplar ham to'g'ri, lekin ko'pchilik o'zbek ayollari ham, ayniqsa davlat ishida ishlaydiganlar, tashkilotda ishlaydiganlar shirinlik qilishga, qaysidir ma'noda pasandalikka unchalik
yaxshi bo'lmaydi, demak vaqt bo'lmaydi. Shuni hisobidan biza magazinlardan, bozorlardan har xil desertlarni olishga, har xil shirinliklarni olishga majbur bo'lamiz va yoyinki bu inson organizmidagi har xil surunkali kasalliklarni qo'zg'alishiga sabab bo'ladi va shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Albatta siz mahsulot xarid qilayotgan paytda uni chiqarilgan sanasiga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Yashang, qimmatli ma'lumotlar uchun tashakkur. Siz bormisiz, omonmisiz ko'rsatuvni ko'ryapsiz va tavsiyalarni ham qabul qilish imkoniyatini biz beramiz. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan barchani chin yurakdan tabriklaymiz. Bahor yaqinlashyapti. Fevral oyida tug'ilganlar uyatchan, kamtar, halol, sadoqatli, erkinlikni sevadigan, tashqi ko'rinishlaridan shunchaki jiddiy odamlar bo'lib ko'rinishsa-da, aynan ular romantik insonlar bo'lishar ekan ichlaridan va o'ta sadoqatli insonlar, 7 o'lchab 1 kesadiganlar ham fevral oyida tavallud topishgan ekan. Adju universitetidan Valijon Omonliqov o'zlarining xolalari Zulxumor opani tabriklashimizni istaganlar. Tabriklaymiz Zulxumor opa, ustozlik kasbi sizga muborak bo'lsin. Xayrini ko'ring ilohim. Va yana shoir hamkasbimiz Faxriddin Hayitovning onalari Oybaland opani tavallud kunlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Va yana albatta Dilnoza xonim Asadovani oila a'zolari nomidan tabriklaymiz. Bugun bilasizmi, ijodkor insonlar tug'ilgan kun ekan. Nihol mukofoti sovrindori Gulzoda xonim Xudoynazarova ham tavallud topgan kunlari ekan. Barcha tavallud ayyomini nishonlayotganlarni Suhrobjon Hamdamov ijrolaridagi qo'shiq bilan tabriklaymiz. Hozir mana bu ekran qarshida o'tirgan mana shu ayolimni onalarini ham xudo xohlasa 27-fevral yaqinlashib kelayotgan qaynonamizni Shukrona kunlari bilan oldindan tabriklaymiz. Yasha kuyov bo'lsa shunday bo'lsin ekanda. Qarsaklar shunday kuyovlar ko'paysin. Endi tabrikni qo'shiq bilan izhor qilsangiz. Albatta. Sevdim, qo'shiq. Sevdim deb nomlanadi. Hamma sevganlarni raqsga taklif qilamiz. Marhamat. Sevib qolganman, bilmaysiz ancha bo'ldi. Sizni sevib qolganman, bilmaysiz ancha bo'ldi. Sevib qancha sog'insam, azobi shuncha bo'ldi. Sevib qancha sog'insam, azobi shuncha bo'ldi. Sog'inch yomon ekan, lahzalar yilcha bo'ldi. Sog'inch yomon ekan, lahzalar yilcha bo'ldi. Chivindek sabrim mani kutublar filcha bo'ldi. Chivindek sabrim mani kutublar filcha bo'ldi. Sizni sevib qolganman, shuncha kam, qancha sevsam shuncha g'am. Qancha kutsam shuncha kam, qancha sevsam shuncha g'am. Bilolmadim o'zim ham buyog'i qancha bo'ldi. Bilolmadim o'zim ham buyog'i qancha bo'ldi. Sizni sevib qolganman, oshmagan manzilimsiz o'zimdan o'zga birov shoshmagan. Siz dardimsiz anduhim ko'zlarimni yoshlagan. Bu ko'nglim daryo mani qirg'og'idan toshmagan. Bu
ko'nglim daryo mani qirg'og'idan toshmagan. Sizni sevib qolganman, bilmaysiz ancha bo'ldi. Sevib qancha sog'insam azobi shuncha bo'ldi. Sevib qancha sog'insam azobi shuncha bo'ldi. Sizni sevib qolganman. Tasanno, buni bir so'z bilan muhabbat deydilar. Mana shunday muhabbatli, sadoqatli oilalar yurtimizda ko'p bo'lsin. Baxtlaringizga ko'zlar tegmasin. Hamisha mehrda, muhabbatda, sadoqatda yashash nasib qilsin. Hamkasbimiz, yosh hamkasbimiz Jamila xonim Mirjamilova maxsus savollarni tayyorlab kelganlar. Albatta g'oliblarga ko'rsatuv oxirida sovg'alar beriladi. Bugun mana shu savollarga to'g'ri javob berganlarga Aziza xonim tayyorlagan tortlar inom etiladi. Tort olib ketdingiz bormi uyga? Albatta. Unda tayyor bo'lib turinglar. Ikkita yigitimiz, Jamila xonim, marhamat, kela qoling. Marhamat. Bitta narsa aytmoqchiman. Haqiqatdan ham hozir juda ko'pchilik qandolat mahsulotlari shakardan tayyorlanyapti. Shakarni biz meditsinada tabiiy ajal deymiz. Oq ajal deyiladi, chunki u insonga juda ham ko'p kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu yoq hozir aytayaptilar, tarkibida stevia bilan tayyorlanganligi uchun, to'g'risi ham bodom unidan tayyorlangan ekan Suhrob aka. Bu juda ham foydali. Eng katta sovg'a shu. U uchun savollarga javob berishlari kerak. Unga xizmat qilish kerak. Azizaxon shunchaki tortlarni berib qo'ya qolmaydilar. Marhamat Jamila xonim. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar. Bugun shart o'ylab kelganman. Shartimiz shundan iborat. Oilamiz boshlari ayollarini qanchalik bilishlarini sinab ko'ramiz. Kimdan boshlaymiz? Marhamat, siz chiqing. Birinchi. Albatta siz. O'zlari chiqadilar. Jamila xonim, narigi studiyani bu tarafiga o'tinglar. Biz ko'rib qolmasligimiz uchun vaqtimiz juda ham oz. Jamila xonim, savollarni tezroq berishga harakat qilasiz. Yaqinroq kelasiz. Birinchisi, turmush o'rtog'ingiz ranjiganda yoki jahli chiqqanda qanday harakat qilsa, o'sha holatni ko'rsatib bering. Jahllari chiqqan holatni ko'rsatib bering. Mikrofonni oling ulardan. Harakatda ko'rsatish kerak. Hammasini nima qilishim kerakmi? Acha. Tasanno, negadir bu bizga ham yaqin. Alisher aka, ko'rmayapsizmi ish qilib ko'rsatuvni? Keyingisi, biror inson telefon qilganda gaplashgilari kelmasa, telefonni ko'tarishdan oldingi harakatlari va so'zlarini o'xshatib bering. Gaplashgilari kelmayapti kim bilandir. Kim ekan? Gaplashmayman. Tasanno. Turmush o'rtog'ingizda sizdan ruxsat so'rayotgandagi holatlari. Biror joyga ketishlari kerak. Uni ko'rsata olmayman deng. Adasi sizga aytuvdim-ku men boraman deb. Bir 3 kun bo'ldi sizga aytganimga. Borishim kerak deb, bormasam bo'lmaydi, xafa bo'lishadi. Aytgan bo'ladilarmi aslida? Yo'q. Sirlar ochilganda. Keyingisi, ayolingizni sizga eng ko'p ishlatadigan so'zlarini ularni ohanglarida aytib bering. Qaysi birini aytsam ekan deyaptilar. Ohangi ko'pda, haqiqatda bu hammasini men bittasini ayting. Aytib keta olmayman. Aldashlari bor-ku, alda-balda pul olishlari, o'sha joyini ayting. Yo'q, unda gap ohangidan olib kelish qiyin-da. Ko'pincha bu harakatlarda, boshqa harakatda ko'rsating, mayli, rozimiz, harakatda ko'rsating. Juda yumshoq bo'lib qoladi, juda sodda bo'lib qoladi-da. Hamma umuman bunda olganda juda ham bir yaxshi o'tiribsizmi adasi, men ovqat qilib qo'ydim. Mehribon. Juda. O'shani ovqat yeb oling bo'ldi. Siz hayron. Endi tushunib turibman, gap uzoqdan chunki olib kelinyapti-da hozir. Mana shunaqasiga olib kelib, bitta qarmoq tashlanadi. Yashang. Oxirgi savol. Ayolingiz biror narsani isbotlamoqchi yoki aytgan fikrlarida qat'iy turmoqchi bo'lgan paytda o'zlarini qanday tutadilar? Shuni ko'rsatib bering. Buni ko'rsatish qiyin. Xuddi boyagi birinchi ko'rsatganim xuddi o'sha ahvol bo'ladi. Baribir aytgan bo'lish kerak.
o'sha nima deydi vajohatda turadi-da, u jahl qilib ko'rsatadigan jahl qiyinroqda u o'zi. Juda bir jiddiy bo'lib qoladi. U jahl emas, bu nima deydi, jiddiylikka kiradi-da. Aqlli bo'lib qolar ekanlar. Aqlida ham emas. Haqiqatda jiddiy. Mana shu nima deydi, ana televideniyada bir jiddiy ko'rsatuvni olib borayotgan nima deydi, MVD xodimlarining ayollari bo'lib qoladi. Mana bunaqa bugun IIB xodimlaridan mana shunaqa yetdik, mana bunaqa sodir bo'ldi. Mana shunaqa turadi. Jiddiy. Umuman solishtirgan. Rahmat. Qarsangiz uchun. Rahmat. Uddaladingiz. Qurobjon, marhamat, joyingizni egallang. O'tirishingiz mumkin. Qoyil Mashhura Tolipovna zo'rg'a o'tirdilar. Boshqa sirlarim ham ochilmasin deb tasanno, aktyorlikka 5 baho. Marhamat. Vaqtimiz oz qolganini bizga aytishyapti. Tezroq savollar. Janjal yoki kelishmovchilik bo'lganda ayolingizni aniq har doimgi harakatlari odatiy yo'qsa qarsak bo'lsin. Turmush o'rtog'ingiz sizni laqab yoki erkalash orqali qanday chaqiradilar? Shulardan birini ko'rsatib bering. Qaltiroq ovoz bo'ladi-da. Bildiring. deydi. Rahmat. Keyingisi. Turmush o'rtog'ingizni sizdan kechirim so'rayotgan holatlarini ko'rsatib bering. Faqat yig'ayotganda bo'ladi. Yashang. Kayfiyatlari yaxshi bo'lganda o'zlari ko'p aytib yuradigan qo'shiqlarini biroz hirgoya qilib bering. Ularning ohanglarida. Yordam berver. Tortni siz olishingiz kerak, siz aytib bering. Sizning qo'shiqlaringizni aytsalar kerak-da. Husningga tobuldi jahon mulkida paydo, ey sho'xi parizod. Tasanno, tasanno. Turmush o'rtog'ingiz biror narsadan hayratlanganlarida yoki xursand bo'lganlarida o'zlarini qanday tutadilar? Shuni ko'rsatib bering. Ko'p bitirlab qolib, ko'p ish qilib qoladi. Rahmat, rahmat kattakon. Tugadimi Jamila xonim? Rahmat, rahmat kattakon. Qarsaklar sizlar uchun. Marhamat, endi sizlarga bu yaxshi javoblar uchun sovg'ani bermasak xato qilgan bo'lamiz. Aziza xonim, endi mehmonlarga sovg'alarni beraylik. Mashhura xonim Tolipovna, qani bularni o'zlarinikini alohida berishimiz kerak edi. Siz bo'lmasa alohida qilguningizga qadar ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib boryapti. San'at safoni biz taklif qilganmiz. Albattaki lazgini ayttirmay sizni ketkazmaymiz. Bugun bayram qo'shaloq bo'lishi kerak. Yana zikr etamiz. To'y tantanasi bo'layotgan, tavallud kuni bo'layotgan barchani chin yurakdan tabriklaymiz. Poligraf standart servisning mana bunday qimmatbaho kitoblarini mehmonlarimizga, mana siz ham uzoq yurtlardan keldingiz. Suhrobjonga albatta Erkin Vohidovni kitoblarini berishni niyat qilganmiz. Mashhura xonim Tolipovna kutubxonani boytasizlar va Mo'ttivoy Anvar Obidjonning bu kitoblarni albatta go'zal qizalog'imizga beramiz. Albatta o'qiysiz va keyingi ko'rsatuvda aytib berasiz. Sanatjon, aytmoqchi bo'lganlaringiz bormi? Uzoq yo'l bosib keldingiz. Ko'rsatuvimizda sizni doimo kutib qolamiz. Ijodingizga omad tilaymiz. O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston respublikalari hofizi, xalq hofizi Og'abek Sobirovni haqiqiy vorislari. Rahmat. Salomat bo'ling. Biz sizni ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Demak, navbatni lazgiga beramiz va hammani raqsga chorlaymiz. Marhamat. Lazgi bizda. Mashhura xonim Tolipovna.
sevesen beni hayrata salarsında Feyz almağın vakti yok her kandayin bezimde Yürekten zapt etere çarpır bir yüzünde Ala yüz boy 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 kara yüz boy boy Ala yüz gel ber hey kara yüz gel ber Rasa girişi belki oynasa dengdengine Ayıl kalasız kayıp surlarını cengine Cismi bilen cor bulup lezgine ahengine Rakkasa hıram etse nefis gül bedengine Yüreklerini zapt etere çarpır bir yüzünde Ala yüz boy 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 kara yüz boy boy Ala yüz gel ber hey kara yüz gel ber Özgeçe yetip gelyemesin sanatın duru Sakal tapar gün sayın özbegimin gururu Hiç olmasa kar surup kara duman kuru Unan arayanda bulmaz raksın havanı zoru Yüreklerini zapt eder açar kuru bir yüzünde Ala yüz boy 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 kara yüz boy boy Ala yüz gel ber hey kara yüz gel ber Vücudun titreten çalgı sazların sesi Kim şuna canım desem ben şuna malın nezi Dul özüne celpeter şirin canın hezi Yerge şu lezgimizni alıp babır nersesi O yüreklerini zapt eder açar kuru bir yüzünde Ala yüz boy boy